Qahva uning kayfiyatga ijobiy ta'siri haqida ko'p gapiriladi. Biroq olimlar yaqin vaqtgacha mazkur ichimlikning ruhiy holatni qanday o'zgartirishini aniq tushuntirib bera olishmagan edi. Irlandiyadagi mikrobiom va ichak bakteriyalari bo'yicha tadqiqot markazi hamda Cork universiteti kolleji olimlari olib borgan yangi tadqiqot qahvaning ichak mikrobiomi orqali miya faoliyati va hissiy holatga ta'sir mexanizmini ko'rsatdi. Tadqiqotda ikki guruh ishtirok etdi. Birinchi guruh muntazam qahva ichgan, ikkinchisi esa umuman iste'mol qilmagan. Olimlar ishtirokchilarning ovqatlanishi, kofein qabuli, ichak bakteriyalari va hissiy holatini kuzatgan. Kuniga 3-5 finjon qahva ichadiganlar qahva ishqibozlari sifatida baholangan. Ma'lumot uchun bu miqdor Yevropa oziq-ovqat xavfsizligi agentligi tomonidan sog'liq uchun xavfsiz deb hisoblanadi. Tajriba mobaynida doimiy qahva ichadiganlar 2 hafta davomida bu ishni umuman qilmagan. Keyin esa ishtirokchilarga oddiy va kofeinsiz qahva berilgan. Biroq ular qaysi turdagi ichimlikni ichayotganini ham bilishmagan. Natijada har ikki guruhda ham stress, depressiv simptomlar va impulsivlik kamaygani kuzatilgan. Bu esa qahvaning foydasi faqat kofein bilan bog'liq emasligini ko'rsatadi. Tadqiqot davomida qahva ichuvchilarda Egertella sp va Cryptobacterium curtum kabi ayrim foydali ichak bakteriyalari ko'proq uchrashi aniqlangan. Olimlar bu mikroblar organizmni zararli bakteriyalar va infeksiyalardan himoya qilishda muhim rol o'ynashini aytmoqda. Tadqiqot rahbari professor Jon Kriyanga ko'ra, qahva shunchaki kofein manbai emas, ichak mikroblari, moddalar almashinuvi va hissiy holat bilan bog'liq foydali ichimlik hamdir. Olimlar qahvani sog'lom ovqatlanishning bir qismi sifatida iste'mol qilish kerakligini ta'kidlamoqda.